Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli hoji-otalar, hoji-onalar, biz Arak Ajiyat gastitsasi bilan bir 5 oy bo'ldi ishlaymiz. Lekin meni o'zim shaxsan hojilarimiz qanaqa ahvolda, qaysi mehmonxonada yotib deb keldim. Menga 14-qavatda xona berdi. Keling afzal qilib beramiz. Bunaqasini ko'rmagansiz ichonib keling. Kelasiz, holi bor ekan. Bemalol o'tirishga keling. Alhamdulillah. Shirkat raislarga katta rahmat. O'zim ko'rmaganman, ishoning, hayron qolaman. Bu yerga keling. Nima deyapti bu? Qarang, hamkorlarga beriladigan xona. Mana. Oho! Mashalloh, mana. Bemalol o'tirib, umra amallarini bemalol bajarishingiz mumkin. Qarang. Gullar tabiiy. Endi keling bu xonaga. Keling. Voy mashalloh. Keling. Mana bu yerda yuz qo'l yuvadigan, tahorat oladigan joy. Mana bu yerda majlislar zali. Akalar, biz Arak Ajiyat mehmonxonasidamiz. Unutmanglar. Qarang, bu yoqqa keling endi. Bu yog'imizda nima bor ekan? Voy mashalloh. Mana bu yerda kichkina majlis zali bor ekan. Endi keling. Endi yotoqxona tarafga o'tamiz. Mashalloh. Ishoning. Bu obzor hech qayerda ko'rmagansiz. Bunaqa obzorni hech qayerda ko'rmagansiz. Arak Ajiyat desa bemalol kelaverasizlar. Keling. Keling, bu boya kelgan qismimiz. Keling. Va akalar. Saudiyada bunaqa hammom problema bilasiz. Dusha mana chiroyli, hamma narsani sovun, hamma narsasi fe'llargacha tayyor. Keling. Endi bu xonaga keling. Bu xonada keling. Ikkita yotoqxonamiz bor, 2 kishilikka mo'ljallangan. Mana televizorlar, hamma narsasi bor. Yana bir super joy bor. Keling. Agarda yosh oila bo'lsangiz, tuhfonli, sifatli sizni kutyapti. Bemalol Makkani ko'rib, choylarni ichib, qahvalargacha mana qarang, shakarlargacha solingan. Hamkorlarga alohida rahmat. Arak Ajiyat mehmonxonasi kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilasizlar. Mabrur Travel jamoasidan fevral oyi yilni xohlagan vaqtingizda umra safariga kelishingiz mumkin. Mabrur Travel muhabbatli insonlar tanlovi.